Hammaga salom bolalar, biz Brook Boys bilan o'yinga Buxoroga ketyapmiz. Hozir yo'l 12 soat gideti. Har bitta Unwanted Boys futbolchisini ichidagi dardini chiqaramiz. Необычный такой savollar bilan. Ketdik. Nega именно Unwanted Boys? Chunki biz boshida esimda bor Telegram kanalida bu nazzaniyani berishni boshlaganmiz. Shunaqa yig'ilib qolganmizki, birinchi ligadan keyin ikkinchi birinchi liga, ikkinchi ligalardan keyin xullas nima deydi, men futbolga bo'lgan qiziqish so'nib qoldi, chunki определенный vaqt o'ynaganini berishmadi, boshqa bo'layman teparoq komandaga olishmadi. Unwanted Boys bo'lib ketdi-da, mana shu video olishni boshladik, nazzaniya o'ylayotganda hech kim kerak emas ekanmiz. Значит, o'zimiz komanda ochtirib, o'zimiz mana shu tomon futbolni rivojlantirib, futbol o'ynab tanilamiz degan maqsadda mana shu nazzaniya qo'yildi. Esimda bor, даже bir marta Tower Boys ham bo'lishi mumkin edi. Tipa vishga degandek, lekin u variantni olib tashlaganmiz. O'shaning uchun Unwanted Boys bo'lgan. Unwanted Boys chunki o'zi boshidan chaqirilgan, o'zi O'zbekistonda номер 1 media komanda. Taklif qilib o'sha oilaga qo'shildim. Misol uchun ko'p takliflar bor, pul masalasi, professionalniy, lekin baribir bu yerda qolaman, до конца ishonman shu proyektgacha. Nega imенно Unwanted Boys degani tipa Mbappega kelib nega aynan Real Madrid degan deydi. Bu eng yaxshi komanda, o'shaning uchun Unwanted Boys. Unwanted Boys chunki men profdan ketgandan keyin bu yagona holat Unwanted Boys edi. Keyin bu yerga perspektivani, ya'ni kelajakdagi Islom bilan gaplashganimda ham, kelajakda ishlanayotganda ham bu o'zimga ham yoqdi, ham futbol tomonlama, ham media tomonlama rivojlanish. Haqiqat bitta bu orzularimdan bittasi edi. Xudo xolasa shu orzuga qarab ketyapmiz. Chunki Unwanted Boys. Bu nimaga aynan Unwanted Boys? Men ko'p takliflar tushdi Real Madriddan, Barsadan. Islomiga qo'ymadilar, kelib qo'ymadilar. Va men professional futbolni tark etgandan keyin majbur bo'ldim men, mana xuddi kerak odamga. Shunday bosh konkurensiya yo'q. Shunchalik. Nimaga imенно Unwanted Boys'ga birinchidan 90% bolalar hammasi o'zimiz bilan yoshlardan chiqqanmiz. Почти bir 4 yil, 5 yildan beri tanishmiz. Birinchi o'rinda bu yoqda atmosfera zo'r, дружеский, bitta oila ham bo'ladi. Hech qanaqa давление yo'q, mazza futbol o'ynaydi, o'shaning uchun Unwanted Boys. O'zimiz mana roliklarni boshlayotganimizda ham boshida chaqirilgan nimadanman, odamlardanman, Islom telefon qilib yozib, "Brат, mana shu idea bor. Davay keyin qatnashasanmi?" deb chaqirgan, o'shandan keyin kelganman komandaga. Unwanted Boys chunki O'zbekistondagi единственный media komanda. Unwanted Boysga yaqin keladigan yoshlar uchun Unwanted Boys. Unwanted Boys bu oilada biz birga o'ynadik. Futbol Bunyodkor akademiyasida ko'pchilik ancha yildan beri tanishmiz. Shuning uchun Unwanted Boys bu oila. Всем привет, Unwanted Boys, это моя вторая семья, это мой второй дом, это то место, где я могу отвлечься, привести мысли в порядок. В общем, это то место, которое занимает очень важную часть на сегодняшний день в моей жизни. Agar Unwanted Boys bo'lmaganida hozir o'ynardim. Shu futbolmi, professionalniy shunaqa. Короче, yaxshi ishda ishlardim yoki professionalniy o'yinchi bo'lardim futbolda. Unwanted bo'lmaganda Nafel o'ynardim. Shu hozirgi qilib yurgan ishim ishlardim qayerdadir, shu biznes nimadir qilardim, shu qilib yurgan ishim o'zim bir chetda olib yurardim, kamera qo'yib. Bo'lay, mana shuni rosa o'ylaganman. Menimcha Unwanted bo'lmagandami? Hozirgi ishimda ishlab yurgan bo'lardim. Takoy haftada 2 marta futbol bo'ladi-yu. O'sha futbolda yurgan bo'lardim. Hozirgi ishim nimaligini aytmayman. Unwanted Boys bo'lmaganda Barselona o'ynagan bo'lardim o'zi. yo'q, lekin pro futbolga qayta olmasdim, chunki travmadan keyin восстановление ko'p vaqt ketdi. Shu menimcha hozirgi men ham ishimni ishlab yurardim. Futbol haftada 1-2 marta o'ynab, любительский. Agar Unwanted Boys bo'lmaganda menimcha men futbol o'ynamasdim, chunki professional futbolda chiqachon nima deydi? Katta sel qo'ymaganman o'zimga. Ko'p havaskor shug'ullanardim o'zim uchun. Futbol yoqtirganim uchun. Agar Unwanted bo'lmaganda просто ishlardim. İşte hozir mana ishda ishlayman, rentkarda o'shaning uchun просто ish bo'ldi. Такой любительский futbol bo'ldi. Shu bilan mana tugadim. Strimlarni ham qilardim. Стримить qilaman. Я думаю, если не Unwanted Boys, то я бы уже, наверное, закончил с футболом, честно говоря.
o'rnim endi media taraflama etsa juda katta o'rin, chunki ko'pchilik biladi kitobchini. Endi o'ylayman agar masjidga kelmaganimga, o'zimni такой на kamera ko'rsatib bermaganimda shunaqa ko'p narsa bo'lmasdi. Misol uchun uzr dunyodan kitob yopilishi, kitobcha ko'p narsa bo'lmasdi. Agar oldinga qaradigan bo'lsa, oldida katta planlar turibdi. Media taraflama futbol tomonlama ham yordam bera olaman komandaga. Kelajakda men maksimal o'ynagan bo'lardim. Endi bu gap aytsam, o'sha kimdir kular, o'sha o'ynim tortmas, lekin men o'zim ichimda qolgan narsa bu. Misol media mayli 70 media 30%, o'yin 70% bo'lishini xohlardim o'zim. Men ko'proq o'ynayman to'g'risi. Komandani ildizi bo'lishini xohlardim, chiqatga o'tmasdan. Misol, bu kelajakda o'sha 10 yildan keyin ham kim nimalar bo'lgan desa, mana shu bolalar deyishini xohlardim sizlar. O'samiz, biz kimdirga nimadir qoldiramiz, o'shani eng tagidagi ildizni mashalar deb betib ketishligini xohlagan bo'lardim. Endi bekorni kapitan qo'yishmagan bo'lsa kerak. Baribir ham nima edi? Komandada birinchi anaqalardan-da, po-любому birinchi men Instagramga olingan roliklardan boshlab, tag'in mana Islom bilan Navbahordan gaplashib, xullas takoy menimcha o'rnim yaxshi deb o'ylayman. Birinchi ochgan biz bo'lamiz. O'shaning uchun po-любому natijalar ham rossiyskiy MFLdan, rossiyskiy media futbol grantlaridan kuchliroq va yaxshiroq bo'ladi. Komandaga kattaroq o'rnim bor deb o'ylayman, chunki nima deydi, baribir himoyachiga trener ko'p ishonadi, ko'p daveriya beradi. Komandani опорasi hisoblanadi, защита varata orqadan boshlanadi hamma narsa. Keyin oldinda ham o'zimni ikkita golim bilan ham komandani olib chiqib ketganman. Bu fakt. Shunga komandadagi o'rnim katta deb o'ylayman. Komandaga nima bera olaman? O'yin tomonlama qo'limdan kelgan hamma narsani bera olaman. Endi meni tomonlama hali ochilmadi-ku, lekin hali ochilaman. Komandadagi o'rnim bir deydi. Mana masalan, hozir Buxoroga boramiz, stadionga masalan 3,000 odam keladi-yu. Ular 4 tasi men deb keladi. Komandadagi o'rnim shu. Xudo xolasa komandaga katta umid bor. Xudo xolasa endi yorqin natijalar kutib qolamiz. Komandadan Komandada endi birinchi o'chir Navajayda o'ynaganim uchun shu gollarim bilan yordam bermoqchiman. Almota bo'yidan katta natija kutaman, потому что to'g'ri yo'ldamizda, правильно идем, в правильном направлении, o'shaning uchun hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Almota bo'yidan. Komandada rolim asosiy bu futbol, chunki hali yoshman, fizika hammasi позволять qiladi, o'shaning uchun futbol o'ynayman. И медийка обязательно медийка развивать qilish kerak. Shuning uchun strimlar qilaman. Жду, наверное, того, чтобы каждый из присутствующих ребят верил до конца в то, что они делают, и все будет, ребята. Самое главное, надо верить.